Yana bittasi bir imommi shamanmi bilmayman, bittasi chiqib aytdi-yu, imommi shamanmi bilmayman, bittasi chiqib aytdi-yu, nafratga to'lib ketdi odamlar, shuning uchun chang ko'payib ketyapti. Ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin. Ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin. Ya Alloh, havomiz iflos bo'lgan bo'lsa, qalbimizning kirligidandir. Avvalo qalbimizni poklagin, so'ngra havomizni musaffo qilgin. Ya Alloh, qalblarimizni tozalagin, havoyimizni tozalagin, gunohlarimizni tozalagin ya Alloh. Parvardigor olam, butun jamoat ila, o'zingning muxlis bandalaring ila, xokisorlik ila qo'llarimizni senga ko'tarib, Rasuling sallallohu alayhi va sallamga ergashgan holda, u zotning sunnatlarini ihyo qilgan holda, salatul istisqodan so'ng, uning xutbasidan so'ng, tahvili ridoni sunnatga ergashib qilgandan so'ng, duoga, istig'forga qo'limizni ochib o'zingdan so'rayapmiz. Ya Alloh, biz gunohkor va ojiz bandalaring, sening rahmatingga, avfinga, lutfu marhamatingga muhtojmiz. Bizlarni kechirgin ya Alloh, bizlarni avf etgin ya Alloh. Biz bandalarimiz, gunohga moyil bandalaringni kechirgin ya Alloh. Bizga yomg'ir bergin, yomg'ir yog'dirgin, hosilimizga baraka bergin, xalqimizning rizqini butun qilgin, davlatimizni ustun qilgin, davlat rahbarimizni xayrli ishlarga madadkor bo'lgin, muftiy hazrat boshli ulamolarimizni islomda jonboz qilgin, islomda shijoatli aylagin, qilayotgan solih amallarda o'zing yordamchi bo'lgin. Har bir bandang ya Alloh istig'for aytdi va aytmoqda. Ularning dillaridan istig'forlarini qabul ayla ya Robbil alamin.